Akalar, 3 ta kirashli eshik o'rnatib berdik. Bir qanotli. Namangan viloyati, Pop tumani G'urumsaroyda bu safargi dastavkamiz akalar. Vodiy Toshkent bo'ylab dastavkalarimiz bo'lyapti. Toshkent tumanlari bo'ylab ham dastavkalarimiz ichida ustanovkalari ham bor akalar. Vakolatlarga kelishgan holda borib o'rnatib beryapmiz. Xo'p, qora matvi zamoylar bilan har doimgidek sifatli juda o'zgacha zamoy tanladik. Bu safar rezinkalari bor, ikki taroqli nachkalari bilan yaxshi holatda o'rnatildi. Tilla taroqli uslubda kirashli eshiklarimiz orqa tomonlarini ko'rsatib o'tamiz. Yopilishlari ham zo'r holatda. Ustakalar ishlarini bitirib ketishgan. Biz kelib o'rnatib, oxirgi ishlarni bitirib tugatib berdik. Hop, orqalariga fenalarni qilganmiz. Fenalarni yopish uchun chasbiylargacha o'zimiz tayyorlab qoqib berdik. To'rttadan qalin oshmoqlari bo'ldi. Narig'onalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu hammomga kafellariga ham bir-biriga juda ham mos holatda tushdi. Sifatli holatda kirashli eshiklarimizni ham hammomlarga o'rnatib berilyapti. Sifatli qilib, uzoq vaqt chidaydigan qilib, xudo xolasa tomonda eshigi ham mana yaxshi holatda ko'rishingiz mumkin. Shunga shunaqa sifatli original kirashli eshiklar zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Tillalarda tanlov bor, bilasizlar, qorasi bor, nikkel rangdagisi bor. Taroqlarni xolasa qilib beramiz, xolasa yo'q, xohlagan rang fasonda tayyorlab beramiz. Kataloglarimiz bor. Telegram, imo, WhatsApp'imiz bor. Ishlab turibdi. Bemalol uzoq yaqin akalar murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sifatli holatda borib o'rnatib beramiz. Kuzatishda davom etasizlar akalar. Sog' bo'linglar.